Bugun makkajo'xori yetishtirishda, don yo'nalishida hamda silos yo'nalishida kerak bo'ladigan, qilinadigan ishlar to'g'risida gaplashamiz. Dastlab makkajo'xori urug'larini ekishda dorilab ekishni tavsiya qilamiz. Bizlar muntazam qayerga qanaqa nav ekilishidan qat'iy nazar makkajo'xorini navlarini yerga ekishdan oldin zararkunandalar hamda unuvchanligini oshiruvchi preparatlarimiz bilan dorilab ekishni tavsiya qilamiz. Ushbu makkajo'xorini urug'ini ekishdan oldingi dorilash ishlari nima qiladi? Bu dastlab makkajo'xorimiz unib chiqishini tezlashtiradi hamda ildizlarni yaxshi yerga qadab olishini yaxshilaydi. Shu bilan birgalikda dastlab unib chiqqan ko'chatlarga, demak, zararkunandalar, kuzgi tunlam yokida makkajo'xori pashshasi, o'shanaqa zararkunandalar zarar bermasligi uchun xizmat qiladigan tadbir hisoblanadi dastlabki. Ushbu preparat bilan dorilanganda mana ko'rishlaringiz mumkin, makkajo'xorini bir xil unib chiqishi, energiya bilan, ya'ni sarg'aymasdan energichniy, sog'lom holatda o'sib chiqishini ta'minlaydi. Makkajo'xorimiz to'liq unib chiqqandan keyin, misol ko'chatlarimizni 100% olganimizdan keyin birinchi agrotexnik ishlov bu kultivatsiya hisoblanadi. Kultivatsiyamizni qanday sifatli qanchalik birinchi kultivatsiya sifatli amalga oshirilsa, shunchalik demak yosh nihonlarimiz uchun juda ham yaxshi vazifa bo'lib xizmat qiladi. Makkajo'xorida kompaniyamiz tomonidan full time gerbitsidi olib kelingan, Rossiyaning August kompaniyasiga tegishli hisoblanib, ushbu gerbitsid makkajo'xorida demak 70-80% gacha begona o'tlar maydonda paydo bo'lganda, bo'yi 15-20 santimetrni tashkil qilganda makkajo'xoridan boshqa hamma begona o'tni nobud qila oladi. Bu o'shanaqa ishlab chiqilgan yagona gerbitsid hisoblanadi. Makkajo'xoriga umuman ta'siri yo'q, nojo'ya ta'siri yo'q. Chunki bu gerbitsid faqatgina makkajo'xori uchun ishlab chiqarilgan hisoblanadi. Ushbu agrotexnik tadbirdan so'ng makkajo'xorimiz 5-6 ta barg bo'lgandan keyin birinchi bargidan demak oziqlantirishni amalga oshiramiz. Bu yerda bizlar kompaniyamiz tomonidan keltirilgan Aminaxel hamda Stimulate preparatlari bilan ishlov berishni tavsiya qilamiz. Bu preparatlar o'simlikni o'suv nuqtasini hamda ildiz sistemasini juda ham yaxshi shakllantirishga xizmat qiladi. Makkajo'xorimiz demak 20-30 cm, maksimum 40 cm bo'lgan holatda oxirgi agrotexnik tadbir amalga oshiriladi. Demak, bargidan tarkibida sink moddasi bo'lgan preparat hamda kompleksli azot, fosfor, kaliylik mikroelementlardan foydalanish, makroelementlardan foydalanish tavsiya qilinadi. Bu ham o'suv nuqtasiga yaxshi, ham ildiz sistemasini yaxshi joylashish, yaxshi rivojlanish uchun xizmat qiladi. Makkajo'xorimiz to'liq changlanib, to'liq don hosil qilish uchun kompaniyamiz tomonidan keltirilgan Excite preparatidan hamda Power preparatidan 500 gramdan gektarga qo'shib qo'llanilsa, jo'xorimiz o'suv davrida 100% to'liq changlanishiga xizmat qiladi. Makkajo'xoridan yuqori hosil olish uchun faqatgina bargidan berilayotgan oziqalar yoki zararkunandalardan himoyalash bu kamlik qiladi. Bu gibrid makkalar uchun yaxshi qarov talab qilinadi va o'suv davrida demak muntazam suv bilan ta'minlashni talab qiladi. Makkajo'xori yetishtirishda yuqorida aytib o'tgan bargidan beriladigan oziqalardan tashqari makkajo'xorimizga juda ham e'tiborli bo'lish kerak suv ichishiga. Makkajo'xori bu gibrid navlarimizga 8-10 martagacha suv berishni ta'minlashingiz kerak. Yaxshi hosil olish uchun, yuqori daromad ko'rish uchun ushbu qoidalarga amal qilinishi kerak. Makkajo'xori yetishtirishda yana bir narsani aytib o'tish kerak. Makkajo'xori bo'yi baland bo'lib, tepadan o'sha otalik anaqa sachog'i deymiz, tarog'i. O'sha chiqqan paytda juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Makkajo'xorimizga tagida 70-80% namni 15-20 kunga ta'minlab berilsa, 100% makkajo'xorilarimiz demak changlanib, ichkaridagi pachatkani ichidagi donlar hosil bo'lish jarayoni amalga oshayotgan hisoblanadi. O'sha muddatlarda makkajo'xorini umuman suvsiz qoldirmaslik talab etiladi.